YouTube'da Minecraft Shorts yo'nalishidagi videolar millionlab prosmotr olyapti. Siz ham telefoningiz orqali bunday videolarni yasab, yaxshigina daromad qilishingiz mumkin. Ushbu video darsda men sizga barchasini tekinga noldan o'rgataman. Qani bo'lmasam boshladik. Videoda ishlatilgan promptlar va Minecraft yo'nalishi uchun kerakli barcha materiallarni Telegram kanalimdan mutlaqo tekinga yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanal havolasi kommentariyada bo'ladi. Bizga ChatGPT, CapCut Pro va Flow dasturlari kerak bo'ladi. Ularni Play Marketdan yoki Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Telegramdan YouTube materiallar kanalimizga o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Ushbu YouTube materiallar kanalimga promptni tashlab qo'yganman. Prompt ustiga bosib ChatGPT orqali ochishni tanlaymiz va ChatGPTning ichiga avtomatik olib kirib ketadi. Va buni ChatGPTga fayl ko'rinishida yuborishimiz kerak. Faylning ichidagi promptlarni ChatGPT o'qiydi va bizga nima kerakligini tushunadi. Undan so'ng bu yerdan o'qib chiqishingiz mumkin. Unga start deb yozishimiz kerak. Start buyrug'ini yuborganimizdan so'ng bizga Minecraft o'sha shorts yo'nalishida videolar yasash uchun har xil ideyaga bo'y promptlar yozib beradi. Ya'ni har 8 soniya uchun bittadan prompt yozadi. Promptni nusxalab olishimiz kerak va buni biz Google Flowga tashlashimiz kerak bo'ladi. Endi Flow dasturiga kirib olamiz. Ogohlantiraman, buni bepul limiti tezroq tugab qoladi. Agar siz jiddiy ketmoqchi bo'lsangiz, pullik obunasini sotib olishni tavsiya qilaman. Obunasini sotib olish uchun yuqoridan profil qismimizga bosib olamiz va bizda upgrade tugmasi chiqadi. Uni ustiga bossak, bizda tariflar chiqadi. 3 ta tarifi bor. Birinchisi EA Plus tarifi, lekin $5 bo'lishiga qaramay, juda ham kam narsa beradi. Men ko'proq ikkinchi EA Pro dasturini, ya'ni tarifini tavsiya qilaman. Bu birinchi 3 oyga $5 bo'ladi va 3 oydan keyin $19 ga aylanadi. Lekin bundan biz to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, bu pulini ortig'i bilan oqlaydi do'stlar. Shuning uchun kimdadir imkoniyat bo'lsa, albatta pulligini sotib olishni tavsiya qilaman. Mabodo sotib olmasangiz, ko'proq akkauntdan kirib, bepul limitdan foydalansangiz bo'ladi. Hozir buni Get Google AI Pro ga bosib sotib olamiz. Karta ma'lumotlaringiz kiritilgan bo'lsa, bitta sotib olsangiz bo'ladi. Subscribe tugmasiga bosaman va menda obuna sotib olindi. Mana Pro tarifini sotib oldik. Endi bemalol xohlaganimizcha videolar yasab barcha funksiyasini ishlatsak bo'ladi. Endi asosiy ekranga chiqib New tugmasini bosamiz va bizda shunaqa menu ochiladi. Bu yerdan image bo'limini tanlab nasturga qo'yamiz. Birinchisini videoga o'tkazamiz, ikkinchisini 9 ga 16 formatga, uchinchisi X1 da turadi, to'rtinchisi 8S da turadi do'stlar. Va oxiri OmniFlash'da tursa yaxshi, qolganiga o'tkazmaymiz. Va boyagi ChatGPTdan olgan promptimizni bu yerga nusxalab tashlab olamiz. O'rtacha 1 daqiqa atrofida videoni generatsiya qilib beradi. Mana videomiz tayyor bo'ldi. Videoni ko'ramiz. Shunaqa 8 soniyali video yasab beradi. Endi esa videoni yuklab olishimiz kerak. Buning uchun 3 nuqtaga bosamiz va download tugmasini bosib yuklab olishga bosamiz. Endi o'sha videoni eng oxirgi 8 soniyasiga kelamiz va o'sha 8 soniyasida to'xtatib, ekran ustini biz screenshot qilib olishimiz kerak bo'ladi. Sababi bu screenshotni ChatGPT ga tashlasak, videoni davomi uchun, ya'ni ikkinchi bo'lagi uchun prompt yozib beradi. Shunda bu video xuddi shu holatidan davom etadi. Endi ChatGPT ga kiramiz va boyagi screenshot qilib olgan rasmimizni tashlaymiz va shunchaki uni yuboramiz. Va o'zi bu birinchi promptning natijasiga qarab ikkinchi promptni yozib beradi. Va xuddi shunday ikkinchi promptni ham nusxalaymiz va Flowga tashlab videoga aylantiramiz. Va ikkinchi videoni oxiridan ham screenshot qilib, uchinchi video uchun promptni olamiz. Yana xuddi shu narsa takrorlanadi. Jami 11 marta video yasashimiz kerak bo'ladi. Hamma videolarimiz galereyamizga yig'ilgach, keyin ularni CapCutda birlashtiramiz. Mana hozir ikkinchi videoni ham generatsiyasi ketyapti. Bu tayyor bo'lgach, hozirgi ishni yana qaytaramiz. ChatGPT va Flow orqali 11 ta videoni yasab olganimizdan so'ng CapCut Pro ga kiramiz va galereyamizdagi o'sha videolarni bu yoqqa tashlashimiz kerak bo'ladi. Galereyamizdan o'sha 11 ta videoni barchasini tanlaymiz va pastga tushiramiz. Mana do'stlar, barcha o'sha 8 tadan 11 ta video tushdi. Jami 1 minut 28 soniya video bo'pti. Endi buni kirish yo'lini kesib chiqsak bo'ladi. Agar xatoliklar ketgan bo'lsa, videoni o'sha birinchi va ikkinchisi to'g'ri ulanganligiga, to'g'ri ketma-ketlikda ketganiga e'tibor bering va ovozlari ham saqlanib qolishi kerak. Musiqa qo'shmasangiz ham bo'ladi, lekin qo'shsangiz ham bo'ladi. Hozir misol uchun men bu videoni shu joyda xatolik ketibdi.
Men shu joyni shundoq kesib tashlayman. Agar sizda ham qanaqadir sun'iy xato qilib yuborgan joylari bo'lsa, montajda kesib tashlashingiz kerak bo'ladi. Endi bunga Minecraftga mos trenddagi musiqa qo'yamiz. Musiqani men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Hozir o'sha Minecraft kinosida mashhur bo'lgan Chicken Jockey musiqasini qo'ydim. Xo'p, musiqani eshitib oldik. Boshqa musiqa qo'shsangiz ham bo'ladi. Bu yerda videomiz sekin bo'lib qolibdi, raqobatchilarda tez. Shuning uchun har bitta saksoniyaning ichiga kirib, tezlik bo'limidan 1,5 barobarga tezlashtirib chiqamiz. Shunda videomizning umumiy uzunligi 1 daqiqa ichiga sig'adi. Videoni ko'rib bo'lganimizdan so'ng, eng oxirdan ortiqcha joylarni kesib tashlaymiz musiqani va 1 daqiqa atrofida bo'lishi kerak. Xohlasangiz tekst yozib qo'ysangiz bo'ladi kanalingizni nomini, ya'ni videongizni boshqa odam o'g'irlab keta olmasligi uchun. Misol uchun men Elbek deb yozib qo'yaman va bironta effektni tanlab qo'yaman do'stlar. Mana matnni yozib oldim. Endi videoni pastga kichkina qilib qo'yib, videoni oxirigacha buni cho'zib qo'yamiz. Shunda kanalimizning nomi ketmaydi. Endi yuqoridan Full HD ga qo'yib 60 fps ga qo'yamiz va pastini 50 ga qo'yib, videoni eksport qilib galereyamizga saqlab olamiz va bemalol YouTube kanalimizga yuklashimiz mumkin. Bunaqa videolardan har kuni 2 tadan yuklashingiz kerak. Soat 5:00 da hamda 10:00 da yuklasangiz yaxshi ko'rishlar oladi. Agar siz YouTubedan pul ishlashni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning kurslarimiz sizga mos keladi. Biz telefon va kompyuter uchun alohida maxsus kurslar tayyorlaganmiz va yarim yildan beri 300 taga yaqin shogirdlar chiqardik va kurslarimizni oxirigacha o'qigan deyarli hamma natijaga chiqdi. Kurslarimiz 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan barchaga mos keladi. Siz xoh uy bekasimisiz, ustamisiz, maktab o'quvchisimisiz, studentmisiz, umuman farqi yo'q. Bizning kurslarimizda 30, 35, 40, 50 yoshgacha barcha insonlar o'qigan va darslarimiz barcha yoshdagi insonlar uchun tushunarli qilib yozilgan. Eng muhimi, 3 ta mentor yordamida butun jamoamiz bilan sizga natijaga chiqqaningizcha yordam beramiz. Agar siz biz bilan birgalikda amerikanskiy YouTubedan pul ishlashni xohlasangiz, hoziroq quyidagi adminga kurs so'zini yozib qoldiring va sentyabr oyida boshlanadigan kurslarimizga 50% chegirmada qo'shiling va biz bilan birgalikda YouTubedan pul ishlashni boshlang. Keyingi videoda qaysi yo'nalishni o'rgatishimni xohlaysiz? Buni kommentariyada yozib qoldiring.